Assalomu alaykum. Bugungi nevrologiya bo'yicha darsimiz mavzusi meningel belgilarni aniqlash. Ma'ruzachi Harbiy tibbiyot akademiyasi tinglovchisi nevrolog Yo'ldoshev Akmaljon Abduhannon o'g'li. Meningel simptomlar quyidagi holatlarda yuzaga keladi. Miya pardalarining yallig'lanish kasalliklari, ayniqsa meningitlarda, insultlar, xususan subarachnoidal qon quyulishda, bosh miya ichi gipertenziyasida, turli xil intoksikatsiyalarda, intrakranial o'smalarda, ayniqsa meningioma, karsinomatozda. Meningel simptomlarga quyidagilar kiradi. Meningel holat, ensa mushaklari rigidligi, Kernik simptomi, yuqoriga o'rta va pastki Brudzinskiy simptomi, yosh bolalarda Lesage simptomi. Meningel holat. Meningit rivojlangan erta yoshdagi bolaning boshi orqaga qayrilib yotadi. Qo'llari va oyoqlari bukilgan holatda bo'ladi. Tanasiga toshmalar toshib ketadi. Bunga meningel holat deyiladi. Bu tananing orqa guruh mushaklari tonusi oshganligi hisobiga yuzaga keladi. Ensa mushaklari rigidligi. Bemor tekis va ravon joyda tepaga qarab yotadi. Vrach uning boshini qo'li bilan ushlab oldinga egadi. Normada bosh oldinga yaxshi bukiladi va bemorning iyagi ko'ksiga tegadi. Agar bosh oldinga egilmay qotib tursa, bunga ensa mushaklari rigidligi deb aytiladi. Ensa mushaklari rigidligi turli darajada ifodalangan bo'ladi. Agar boshni oldinga ekkanda iyak ko'ksiga 1-2 santimetrga yetmay qolsa, yengil. 3-5 santimetrga yetmay qolsa, o'rta darajadagi rigidlik deb aytiladi. Agar bosh umuman oldinga egilmasa yoki orqaga qayrilib tursa, unga kuchli darajadagi rigidlik rivojlangan bo'ladi. Kernik simptomi. Vrach bemorning bitta oyog'ini sonchanoq va tizza bo'g'imida 90 gradus burchak hosil qilib bukadi. Keyin vrach bemorning bukilgan oyog'ini tizza bo'g'imida yoza boshlaydi. Sog'lom kishilarda oyoq to'la yoziladi. Agar oyoq tizza bo'g'imida yozilmasa, demak Kernik simptomi musbat hisoblanadi. Kernik simptomi kasallik darajasiga qarab turlicha ifodalangan bo'ladi. Yengil, o'rta va og'ir darajada. Agar bukilgan oyoq tizza bo'g'imida ozgina qarshilik bilan bo'lsa-da yozilsa, yengil. Biroz yozilib, o'tmas burchak hosil qilsa, o'rta darajada. Umuman yozilmay o'tkir burchak hosil qilsa, kuchli darajadagi Kernik simptomi deyiladi. Bu simptom 3 oygacha bo'lgan bolalarda fiziologik, 3 oydan keyin patologik simptom hisoblanadi. Yuqori Brudzinskiy simptomi. Bu simptom xuddi ensa mushaklari rigidligini tekshirganga o'xshab tekshiriladi. Boshni oldinga egayotganda ikkala oyoq sonchanoq va tizza bo'g'imlarida o'z-o'zidan bukiladi. O'rta Brudzinskiy simptomi. Qorinning kindikdan pastki qismi musht bilan chuqurroq bosilsa, ikkala oyoq sonchanoq va tizza bo'g'imlarida bukiladi. Pastki Brudzinskiy simptomi xuddi Kernik simptomiga o'xshab tekshiriladi. Bemorning bitta oyog'i sonchanoq va tizza bo'g'imlarida o'tkir burchak hosil qilib bukiladi. Bunga javoban ikkinchi oyoq ham sonchanoq va tizza bo'g'imlarida biroz bukiladi. Lesage simptomi. Bu simptomni tekshirish uchun vrach ikkala qo'li bilan bolaning qo'ltig'idan ushlab ko'taradi. Bosh va ko'rsatkich barmoqlari bilan bolaning ensasi va iyagidan ushlab turadi. Bu paytda bolaning ikkala oyog'i sonchanoq va tizza bo'g'imlarida bukilib, qorniga tortiladi va shu holatda uzoq vaqt qimirlamay osilib turadi. E'tiboringiz uchun rahmat.